bizlarni kuzatuvchilar. Biza bugun istoriyamga o'zi video qo'ydim. Endi YouTube'ga qo'yganim yo'q. Mana hozir YouTube'ga endi anaqa video qo'yishga qaror qildik. Bugun Toshkent rayon Parvoz ko'chasiga bordik. Qo'shnilarni roziligini olishga. Ikkita qo'shni rozilik berdi. 10 taraf kiravurishda 10 taraf va chap orqadagi ko'cha yon qo'shni berdi, ikkita qo'shni. Chap tarafdagi qo'shni roziligini bermayapti. Sababi nima desak, quyosh tushmaydi. Biza уже quyosh tushadi, uyiga qanchalik quyosh tushishi to'g'risida qarorlar olib kelib, qarorni ko'rsatdik qo'liga. Mana ruxsat berilyapti. Siz shu ruxsatga asosan qarshilik qilmaysizmi desak, yo'q, men sizlarga baribir qarshilik qilaman. Ikkitash uy qurmaysanlar deyapti. Biza u odamga tushuntirdik, qarshilik qilganingizning foydasi yo'q. Qaror chiqarib berdi, qo'limizda qarorni olib borib ko'rsatdik. Mana quyosh mamutdan chiqadi, mamutcha payt sizga tushadi deb hammasini ko'rsatdik. Qarshilik qilganingizning foydasi yo'q desak, u odam baribir qarshilik qilyapti. Bu narsa endi sudga chiqadi. Biza man quradigan uchastkani egasi uni sudga beryapti, hamma dokumentlar bilan qo'shilib. Ertaga чтобы u odam sudga berib vaqtini to'xtatib qo'ymasligi uchun beryapti. Lekin bu haq, yerli egasi haq. Uni uyiga hech qanaqa ziyon yetadigan narsa yo'q. U odam o'zi nimagadir bir etash qurlaring bo'lmasa ruxsat beringman deyapti. Uy joy katta. Bu yoqdan qarasangiz, bu ko'chada boshida bu turadi, u narigi ko'chadan so'yapti. Uni bu yerda 8 sotuq joy. 4 sotuqning o'zi 25 metr bo'lsa, yana 25 metrdan keyin so'yapti. Buni uyi 8-9 metrga qurilgan. Orada ancha-muncha joy bor yana. Shuncha joyi bo'lib turib ham u odam qarshilik qilyapti. Dokument sudga topshirdik. Bu narsani ko'pchilikka yetkazinglar. Negaki odamlar o'zini haq-huquqini bilmasdan turib qo'shniga yomonlik qilib qo'yishyapti. Qo'shniga yomonlik qilish yaxshi emas. O'sha narsalarni bilsin, o'zining haq-huquqini bilsin.